Biz hayotimizda ulkan shunday bir xatoni sodir etamizki, azizlar. Natijada butun kuchimizni, pulimizni, sog'lig'imizni ham hattoki yo'qotib olishimiz mumkin. Yo'qotadi ham ko'pchilik. Biz yaratganni o'zini oddiy bir boshqa bir kuryerlar bilan, ya'ni yetkazib beruvchilar bilan adashtirib qo'yamiz. Bizdagi go'yoki barcha shu rizqimiz, resurslarimiz ma'lum bir insonlarga bog'liqdek tuyuladi va ular bilan urushishni boshlaymiz. Ammo koinot kanselyariyasi bu gigant yetkazib berish xizmati bo'lib, unga qarashli hammamiz shikoyat qiladigan 3 ta kuryeri bor. Va bular birinchisi bu davlat rahbari. Siyosat yo'q. Men siyosat haqida gapirmayman. Men koinot tizimi haqida gapiryapman. Odamlar nima qiladi? Odamlar shikoyat qiladi prezidentga, davlat rahbariga, norozichilik bildirishadi, so'kishadi, haqorat qiladiganlar bor, qanaqadir arazlash qiladiganlar bor, jahli chiqadi, xafa bo'lishadi, mamlakatda sharoit yo'qligidan shikoyat qilishadi. Qonunning asli esa davlat rahbari bu yerdagi shu dekoratsiyalarni taqsimlab turuvchi, taqsimlab beruvchi bosh kuryer hisoblanadi. Bo'ldi. Agar tepadan, ya'ni yuqoridagi koinot idorasidan senga yaxshi rizq yozilmagan bo'lsa, dunyoning eng zo'r prezidenti, ideal prezident rahbari bo'lsa ham, cho'ntaging sen xohlagancha baribir to'lmaydi. Eng zo'r rahbar bilan ham cho'ntakda tiyinsiz yoki oddiy bir kamroq bir chaqalar bilan o'tirishing mumkin. Gap hukmdorda emas. Ya'ni sening rizqingni butun emasligi u hukmdorga bog'liq emas. Gap har birimizning shaxsiy karmamizda va ushbu rizqni qabul qilishdagi shu tayyorligimizda, ya'ni shunga hamda loyiqligimizda. Davlatdan shikoyat qilish bu xuddi o'z qutimizning ichi bo'mboshligi uchun o'sha qutini bizga yetkazib bergan kuryerdan jahlimiz chiqib kuryerni urushganimizdek gap. Ya'ni kuryerda emasda gap. Ya'ni u bo'sh qutini olib kelayotgan bo'lsa, u bo'sh qutini u yaratmayapti, u rizqni u bermayapti. Ya'ni rizq davlat rahbaridan emas, rizq bu tepadan, yuqoridan va u har kimga loyiqligicha taqsimlanadi. Ikkinchisi, ya'ni ikkinchi o'rinda turadigan kuryerlar bu bizni ota-onalarimiz. Ular bizning ruhimiz ushbu dunyoga kirib kelishi uchun xizmat qilib bergan oliy kuryerlarimiz hisoblanadi. Ular oliy idora tomonidan sening shu kanselyariyangda senga tegishli qancha miqdorda senga tegishli resurs ajratilgan bo'lsa, taqsimlangan bo'lsa, faqatgina shuni yetkazib beruvchilardir. Agar hayotingda ota-onang senga nimanidir yetkazib bera olmagan, qilib bera olmagan bo'lsa, bu ota-onaning aybi emas. Bu ularning kamchiligi ham, muammosi ham emas. Bu shunchaki demak, sen ushbu hayotingda mustaqil o'zing oyoqqa turish, ya'ni darsini o'tashing kerak degani. Ya'ni sening onging mustaqil oyoqqa turish darsini tanlagan, shuni bo'yinga olingan. Ya'ni shu senga taqsimlangan. Ular esa ota-onang esa, ya'ni hammamizning ota-onamiz bizga eng asosiysini ushbu portalga, hayotga, Midgard yeriga kirib kelishimiz uchun zamin yaratishgan eng asosiy insonlardir. Qolgani esa sening shaxsiy Alloh bilan, yuqorida Xudo bilan bo'lgan munosabatingga bog'liq. Uchinchisi bu oila, ta'minot. Odamlar nima qiladi? Ayollar erlarini so'kadi, urushadi, janjallashadi, norozi bo'ladi, to'polon qilishadi. Bizni boqa olmayapsan, qurbing yetmayapti, uyni boshqara olmayapsan yoki bolalarning rizqini qayerlargadir tarqatib kelyapsan, nimalardir qilyapsan, ish qilib eplay olmayapsan, yaxshi oylik maosh topa olmayapsan, ishlay olmayapsan deya janjal qilishadi, norozi bo'lishadi. Qonunning asli esa oiladagi u oilaning boshqaruvchisi. Va u ham shu koinot tizimidagi, koinotdagi kanselyariyamizdagi bir xodim sifatida, ya'ni yerdagi elchisi. Ya'ni kuryer o'rnida, ya'ni oilaviy oilani boshlig'i o'rnidagi kuryer hisoblanadi. Agar ushbu kuryer uyiga bo'sh qutini ko'tarib kirib kelayotgan bo'lsa, savolni ayollar avvalo o'ziga berish kerak. Yuqoriga, tepaga qanday buyurtma yubordim deya. Agar o'zimizning ichimiz qiyshiq bo'lsa, alamga, xudbinlikka, g'iybatga, bekorchilikka to'la bo'lsa, ya'ni ayniqsa hozirgi kunda bekorchi narsalar tomosha qilish, bekorchi narsalarga chalg'ish, o'zini ustidan ishlash chetda qolib ketib, kim qayerda nima qanaqaligi bilan ovora g'iybat yoki bekorchi o'zini rivojlantirmaydigan mashg'ulotlar bilan mashg'ul holatda yoki tiliga ehtiyot emas, og'ziga kelgan narsalarni gapirib, ba'zan qarg'ish, ba'zan so'kish, ba'zan o'ylamay mantiqsiz, ma'nosiz gaplarni ishlatib gapiradigan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'ziga e'tiborsiz bo'lishi mumkin. Ya'ni oilani qadriyatlarini to'la tushunmagan holatda bo'lishi mumkin va hokazo. Ya'ni bularni to'xtovsiz davom ettirish mumkin. Har kim o'zi biladi nima yaxshi, nima yomonligini. Va mana shunday holatlarda albatta yuqoridan Xudo hammasini blokka qo'yadi va bechora qancha harakat qilmasin, 24 ga 7 ishlasa ham baribirga ham qutini to'ldira olmaydi, yaxshi pul topa olmaydi. Unutmang, biz buyurtmachimiz. Agar bizga boshqa tovar olib kelinayotgan bo'lsa yoki kam olinib kelayotgan bo'lsa yoki bo'sh kelayotgan bo'lsa, bu uchun kuryer bilan janjal qilish kerak emas. U bir kuryer, u yetkazib beruvchi, u rizq beruvchi emas, u rizqni yetkazib olib keluvchi. Barcha rizqni hammaga har qachon davomiy ravishda shunaqa bo'lgan va bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Hammasi Allohdan, Alloh beradi rizqni. Bermaydi. O'shaning uchun ba'zilar aytadi, "Voy, erdan ajrashibdi, endi nima bo'ladi?" Hech narsa bo'lmaydi.
Xudoni o'zi bor, Xudoni o'zi yetkazadi. Farqi yo'q, kim bo'lishidan qat'iy nazar, hamma rizqini berguvchi yuqoridan Alloh bo'ladi. Shuning uchun bu yoqda agarda eringiz topib kela olmayotgan bo'lsa yoki ota-onangiz qilib bera olmayotgan bo'lsa yoki davlatda yashayotgan joyingizda qandaydir bir sharoitlar sizga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, siz ushbu kuryerlardan xafa bo'lmang. Siz o'zingizga nazar soling. Sizda nima noto'g'ri? Sizni energiyangizda, sizni harakatlaringizda, sizni tanlovingizda nima xatolik ketyaptiki, sizga ushbu rizq butun kelmayapti. Siz xohlaganchalik kelmayapti. Chunki rizqni yana qaytaraman. Ushbu kuryerlar o'z cho'ntagidan berishmaydi. Bularning barchasi, rizqning hammasi Allohdan beriladi. Alloh sizga bermayaptimi? Demak, o'zingizga nazar soling va Alloh bilan mana shu aloqalaringizni yanada yaxshilashga va to'liq butun rizq olishga intilish uchun Alloh bilan aloqalaringizni yaxshilashga harakatlaning. Hashamatli uydan cho'ntakdagi o'sha tiyingacha, deylik. Faqat va faqat to'g'ridan to'g'ri Allohdan beriladi. Kuryerlar esa shunchaki yetkazib berishadi. Va eng muhim nuqtaga keldim. Agarda kuryer Allohdan sen uchun resurslarni olib, uni o'ziga ishlatsa yoki o'ziga urib qolmoqchi bo'lsa, ya'ni meros, pullar, senga yetkazib beruvchi mas'uliyati, majburiyati bo'lgan, uning qilishi kerak bo'lgan vazifalariga ketkizishi kerak bo'lgan resurslarni o'ziga, o'zining kayf safosiga yo boshqa tomonlarga ishlatib yuradigan bo'lsa, bu aslo sening muammoing emas. Bu kuryerning muammosi. Bu kuryerning koinotning oliy idorasi oldidagi uning dahshatli qarzidir va bu dahshatli qarzini u milliardlab yillar davomida azobli holatda necha yuz karra ortig'i bilan to'lashiga to'g'ri keladi. Shuning uchun bu kuryerlar yetkazib berishmayotgan bo'lsa, bu ularning muammosi, sening emas. Sening vazifang esa kuryerni qo'yib yuborish. Ya'ni qanaqasiga? U bilan janjal qilmaslik, u bilan olishmaslik, talashmaslik, tortishmaslik, bekorchi janjallarni qilmaslik, shu narsa uchun oilani buzmaslik yoki ota-onalar bilan rishtalarni buzmaslik, o'z perimetrlaringni yopish. Asosiy manba bilan bo'lgan aloqalaringni to'g'irlash, ya'ni Alloh bilan aloqalaringni to'g'irlash kerak bo'ladi. Sen Alloh oldida pok bo'lsang, hech narsadan xavotir olmasang ham bo'ladi. Sening kuryerlaring qanchalik sening haqqingni olib ketsa ham, Alloh taolo boshqa, ya'ni yordamchi boshqa kuryerlar orqali albatta sening rizqingni to'la-to'kis yetkazib beradi. Shuning uchun xavotirga o'rin yo'q, janjalga ham hojat yo'q. O'shaning uchun oilalar bilan mustahkam, ya'ni boshqa bir sabablar bo'lsa bir narsa demayman, ammo yetishmovchilik uchun er bilan talashmang, yetishmovchilik uchun ota-onadan ranjimang, yetishmovchilik uchun yashayotgan davlatingizdan xafa bo'lmang. Gap davlatda ham emas, ota-onada ham emas, erda ham emas. O'zingizga nazar soling. Agarda o'zingizda hammasi yaxshi bo'lsa, ular, ya'ni kuryerlar yomon xato ish qilayotgan bo'lsa, o'g'irlashayotgan, sizdan sizni rizqingizni boshqa joyga sochayotgan yoki sizni rizqingizni sizga bermay o'ziga ishlatayotgan bo'lsa, u holda hech ham xavotir olmang. Deb aytganimdek, buni o'zingiz ham bilasiz. Rizqni berguvchi Alloh boshqa joydan bo'lsa ham albatta yetkazib beradi. Ularni esa adabini kuni kelib o'zi berib qo'yadi. Shuning uchun hammasi yaxshi bo'ladi. Yetishmovchilik uchun oilangizni barbod qilmang. Sizda esa ishoning, Alloh bilan aloqangiz yaxshi bo'lsa bo'lgani, qolgan hammasi zo'r bo'ladi. Yana ko'rishguncha.